Salom, qani ketdik. Mushuklarning insonni o'ziga tortuvchi xususiyatlaridan biri ularni o'yinqaroqligi hisoblanadi. Ular juda sho'x va o'yinqaroq bo'lib, ularning sho'xliklari ko'pincha kulgili va qiziqarli holatlarga sabab bo'ladi. Ayniqsa ip, arqon yoki biror o'yinchoq bilan ular juda xushchaqchaq bo'lib o'ynashadi. Ularni bu harakatlari insonga xush kayfiyat baxsh etadi. Agarda jahlingiz chiqib turgan bo'lsa, mushugingizni siypalashingizni maslahat beraman. Chunki uni bir oz o'ynatishingiz sizni ruhiyatingizni ko'taradi va birpasda xafagarchilik tarqab ketadi. Hatto buni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Mushuklar ko'pincha balandda, ya'ni daraxt shoxlarida yurishni yaxshi ko'radi. Ularda qiziqish juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun mushuk o'ziga yangi ko'ringan narsani albatta borib bir o'ynamoqchi bo'ladi. Bu uning fe'lidagi xususiyat hisoblanadi. Yana uning eng sho'x hazillaridan biri u egasini ovlab qo'rqitmoqchi bo'ladi. Ya'ni kutilmaganda yashirinib olib birdan sakrab chiqishi mumkin. Agar qo'rqib ketsangiz, uni xafa qilib qo'ymaslikni maslahat beraman. Chunki agar u arazlab qolsa, qaytib siz bilan o'ynamasdan qo'yishi mumkin. Bu holat esa mushukni sizdan xafa bo'lganligini bildiradi. Mushuklarning eng yoqtirgan narsalaridan biri ayniqsa qishda pechning oldida issiqqinada tarvayib yotib olishlaridir. Agar mushuklar haqida yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni kanalimizga obuna bo'ling. Biz bilan birga qoling.